Bu situatsiya menga nima berdi bilasizlarmi? Bu situatsiya menga возможность berdi. Men bu yerda juda ham kuchli представитель bilan tanishib qoldim. Juda ham kuchli, hamma больницаdan xabari bor, hamma yo'qdan xabari bor. Любой точка miradan, любой odamni olib kelib, davolab, hamma yo'g'ini oyoqqa turgizib, yordam beradigan vrachlarni представители bilan tanishdim. Endi любой moment buni o'zbeklar uchunda men mana hamma yomon ko'rib, o ko'tlar jamiyatimizda ko'payib ketyapti deb baqirib chiqyapti, lekin ammo men bundan to'xtamayman. Представитель bilan yaqinda proyekt qilmoqchimiz, xudo xolasa. Обязательно O'zbekistondan kelgan onkologiya kasalliklari bo'yicha ko'pchilik bu yoqqa tuqqani ham keladi. Shunaqa narsalarni ko'proq yoritib boraman odamlarga yordam bo'lsin deb. Vot. Nimani o'rgandim bu yerda. Bu situatsiya hozir endi O'zbekistonda haligi ko'p jarrohlar qila olmaydigan operatsiyalarni bu yerga kelib, ko'p kasallarimiz hali mablag'i yo'q, puli yo'q odamlarda pul to'plab, yordam berib, bu yoqqa olib kelib, operatsiya qilib, o'zim ham qarashib yurgani возможность berdi bu situatsiya, bilasizlarmi? Endi qo'limdan ko'pchilikka yordam, bu представитель bilan birga ko'pchilikka qo'limdan keladi endi yordam berish. Qo'lim uzaydi yana bir 1 metrga. Tushunyapsizlarmi? Juda ham zo'r возможность bo'ldi. Представительlar bilan tanishib qoldim, doktorlar bilan, hammasi bilan tanishib kelyapmiz. Endi bu представительni yaqinda sizlarga представлять qilaman. Juda ham zo'r ayol, juda ham shikarniy ayol. Так что tayyorlanib turinglar. Operatsiya kimga kerak, yordam kimga kerak, professorlar kimga kerak, hammasiga yordam berib o'tamiz. Xudo xohlasa. Xudoyim ol qo'lim desa, hozir reanimatsiyaga emas, xonaga olib o'tishar ekan. Xonaga olib o'tishsa, men sizlarga oxirgi istoriyalarni qo'yib beraman. Operatsiya idealni bo'ldi, hammasi go'zallikda bo'ldi deb yozishyapti. Xudoga shukr, ming qatla shukr. Shu bilan endi sekin Sabiraxon oyoqqa turib ketsa, o'zini stranitsasida istoriyalar olib boradi. Men endi sekin bu temani yopish payti keldi, потому что hamma yo'q bo'ldi, ish bitdi, operatsiya bitdi, hammasi go'zallikda bo'ldi. Endi mazolit qilib, PR qilib, krutit qilishdi, уже hojati yo'q, hammasi go'zallikda. Hammasi zo'r, hammasi qoyil, hammasi go'zallikda. Mana oyog'ini ko'rsataman sizlarga, oyog'i teng. Mana bu oyoq sal buralib turibdi, chunki o'rganib qolgan oldingidaga buralib turishga. Bunga ertadan mashq qila boshlaymiz. O'zi mana uxlab yotdi, men endi ketaman. Ertaga nima xudo xohlasa obedga qarab kelaman, Nodir opa. Keldi. Og'riqlari bor, kuchli. Hozirgi situatsiyalarda, oxirgi bo'lgan situatsiyalarni ko'rdinglarmi? Shuncha odam futbolga bilet olgan, hech kimni kirgizdirmagan. Cho tvarится? Хотя бы bilet pulini qaytarib bersin, hayron qoldim. Shuncha odam ko'chada qolib ketgan bilak. Nimaga u stadionda joy yo'q bo'lsa, nimaga bilet sotishar ekan? Hayron qolaman. O'shancha odam ko'chada qolib ketibdi, ko'rdinglarmi? Kirgizmagan, yana urib, do'pposlab, mashinalarga tiqib olib ketishyapti.